Biz barchamiz bahslashamiz va qizig'i shundaki, ushbu bahslarda odatda har birimiz o'zimizni mutlaqo haq deb bilamiz. Shu joyda savol tug'iladi. Agar har taraf o'zini 100% haq deb bilsa, unda ular nimaga bahslashishadi? Chunki ular ich-ichidan biladiki, qarshi tomon qanchalik o'z fikrida qat'iy bo'lmasin, ularni o'zgartirsa bo'ladi. Qanday? Argumentlar orqali. Argument bu boshqalarni biror harakat yoki g'oya to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligiga ishontirish maqsadida keltirilgan sabab yoki sabablar to'plami. Siz har doim argumentlardan foydalanasiz. Bozorda savdolashganingizda, hamisha haq bo'lgan xotiningiz bilan janjallashganingizda, qizlarni uramoqchi bo'lganingizda yoki bahslarda mening videolarimdan foydalanganingizda siz argumentlar ishlatasiz. Aytgancha oxirgilariga alohida rahmat. Muammo shundaki, aksariyat odamlar o'zi argumentlar qanday bo'lishi kerakligini bilmaydi. Ko'pchilik yaxshi argument deganda tarsaki sifat javoblarni yoki kibr aralash garillashni tushunadi. Argumentlar aslida hissiyotsiz va mantiqning mustahkam poydevorlariga asoslangan bo'lishi kerakligi bilan afsuski birovning ishi yo'q va shuning uchun ham bugungi sayohatimiz aynan shu haqda bo'ladi. Shu joyda siz kimga kerak bu bir tiyinga qimmat argumentlaring, yig'ishtir deyishingiz mumkin. Ammo argumentlarni o'rganish sizni nafaqat yaxshiroq faylasufga aylantiradi, balki sizni ko'ndiruvchi odamga, tinglashga loyiq odamga, ishonchli odamga aylantiradi. Shuning uchun bu ko'nikmalarning hayotingizda nima qilmoqchi bo'lishingizdan qat'iy nazar foydasi bor. Hech bo'lmaganda qizlarni o'rashda yordam berishi mumkin. Ishonchim komilki, siz bir marta bo'lsa-da it emgan, mol, itdan tarqagan hayvon kabi so'zlarni eshitgansiz va haqiqatdan ham ba'zi bir paytlarda bu kispirish inson qanchalik farosatsiz bo'lishi mumkin-a degan fikrga kelgansiz. Shu fikr haqida jiddiy tarzda bosh qotirgan dastlabki insonlardan biri Aristotel bo'lgan. 2400 yil oldin Aristotel insonlar va hayvonlarni bir-biridan ajratib turuvchi yagona narsa bu farosat degan xulosaga kelgan va uning ustozi Platon esa buni o'zining 3 qismli ruh g'oyasi bilan tushuntirgan. Platon ta'kidlashicha, ruhimizning birinchi qismi farosatli, ya'ni ratsional. Bu bizning hissiyotsiz fikrlovchi, haqiqatni izlovchi va faqat fakt va argumentlar ta'sirida faoliyat yurituvchi tomonimiz. Misol uchun, agar siz qo'y go'shtida bo'lgan oshni har kuni yeyishdan o'zingizni tiygan bo'lsangiz va bunga sabab nima degan savolga u qanchalik mazali bo'lmasin, sog'liqqa ziyoni ko'p degan bo'lsangiz, unda siz bu qarorni ruhning aynan shu ratsional qismi rahbarligida qilgan bo'lasiz. Ruhimizning ikkinchi qismini Platon hissiy deb ta'riflaydi. Bu bizning his-tuyg'ularimiz orqali harakatlarimizni quvvatlantiruvchi, ya'ni adolatsizlikka nisbatan g'azab uyg'otuvchi, g'ayrat kamarini bog'lovchi va boshqalarni himoya qilishga chaqiruvchi, bizga sharaf va burch tuyg'usini beruvchi va hamdardlikka ta'sirchan qiluvchi qismimiz. Ya'ni agar siz qo'y go'shtida bo'lgan oshni yeyishdan o'zingizni tiyganingizga sabab bechora qo'ylarning jonini saqlash degan bo'lsangiz, unda siz bu qarorni ruhning aynan shu hissiy qismi rahbarligida qilgan bo'lasiz. Ruhimizning 3-qismini esa Platon ta'kidlashicha biz boshqa hayvonlar bilan baham ko'ramiz. Xoh bu hayvon qo'y bo'lsin, xoh it yoki cho'chqa. Ishtiyoqiy, ya'ni bizni ovqat yeyishga, jinsiy aloqa qilishga va o'zimizni xavfdan himoya qilishga undaydigan shahvat va nafsga ta'sirchan bo'lgan tomonimiz. Ya'ni bizning misolimizda agar qo'y go'shtida bo'lgan oshni har kuni bang'illatsangiz va bunga sabab bo'lsa, bunday holda siz bu qarorni ruhning aynan shu ishtiyoqiy qismi rahbarligida qilgan bo'lasiz. Va Platon ruhning faqat ratsional qismi bilan ish yuritadigan odamlar haqiqiy, to'liq inson bo'lishi mumkinligiga, chunki faqat ratsional odam hissiy va ishtiyoqiy qismlarni nazorat qila olishiga ishongan. Hissiy yoki ishtiyoqiy ruhi tomonidan boshqarilishiga yo'l qo'yganlarni esa Platon odam o'rnida ko'rmagan va tom ma'noda maxluq deb atagan. Bugun endi biz Platonning ushbu 3 qismli ruh tushunchasi va to'liq yoki chala inson g'oyasidan albattaki bosh o'girgan bo'lsak-da, biz hali ham qarorlarimizni jismoniy istaklar, hissiyotlar va ratsional argumentlar rahbarligida qilishimizni tan olamiz. Va faylasuflar hamon Platonning asosiy g'oyasiga, ya'ni ratsionallik birinchi o'rinda bo'lishi kerakligiga qo'shiladi. Xo'sh, qanday qilib biz o'zimizni qanchalik ratsional ekanligimizni bilishimiz mumkin? Farosatimizni sinab ko'rish usullari bormi? Albatta bor va buni biz sayohatimiz davomida jumboqlar, paradokslar va fikriy tajribalar ustida fikr yuritish orqali tekshiramiz. Deyarli har bir ko'rsatuvimda bitta bo'lsa-da falsafiy masala keltiraman. Misol uchun, mana sizga bittasi. Bu masalani 20-asrda analitik falsafaning kashfoflaridan biri bo'lgan Bertrand Russell taqdim qilgan. Aytaylik, bir kichik shaharchaning mahalliy qonuniga ko'ra barcha erkaklar soqolsiz yurishi shart. Bu shahar shunchalik kichikki, unda faqat bitta erkak sartarosh bor va u sartaroshxonasining qoidalariga qat'iy rioya qilishi kerak. Birinchi qoida: sartarosh faqat o'z soqolini olmagan erkaklarning soqolini olishi mumkin. Ikkinchi qoida: sartarosh o'z soqolini oladigan erkaklarning soqolini olishi mumkin emas.
Endi savol, sartarosh o'z soqolini olishi mumkinmi? Qarang, sartarosh faqat o'z soqolini olmaydigan erkaklarning soqolini olishi mumkin. Demak, agar sartarosh o'z soqolini olsa, unda u o'z soqolini olishi mumkin emas, chunki u sartarosh. Sartarosh esa o'z soqolini oladigan erkaklarning soqolini olishi mumkin emas. Ammo agar u o'z soqolini olmasa, unda shahar qonuniga ko'ra uning soqolini sartarosh olishi kerak. Siz uchun bu jumboq tuturuqsiz tuyulishi mumkin bo'lsa-da, aslida Russell bu paradoksi bilan o'sha davrda hamma masalaga yechim bor deb o'ylagan matematiklarning g'ururini yer bilan bitta qilgan. Va oxiri 7 yil o'tgach, matematiklar nihoyat bu paradoks yechimini topishgan. Sodda qilib aytganda, o'z soqolini oladigan barcha erkaklar guruhiga o'z soqolini oladigan har bir erkak, jumladan sartarosh ham kirishi kerak. Aks holda bunday guruh mavjudligi mantiqsiz bo'ladi. Agar sartarosh mantiqiy jihatdan imkonsiz bo'lsa, demak u mavjud bo'lolmaydi. Mavjud bo'lolmaydigan narsa ustida qoida tuzish esa safsata hisoblanadi. Safsata esa esingizda bo'lsa falsafaning ashaddiy dushmani. Xo'sh, biz qanday qilib o'z da'volarimizni safsatalardan ozod, ya'ni mustahkam qilishimiz mumkin? Argument san'atini mukammallashtirish orqali. Barcha faylasuflar iloji boricha har bir iddaosini muqaddimalarga asoslashga harakat qiladi. Falsafada premise, o'zbekchalab muqaddima, bu xulosani asoslash uchun ishlatiladigan ma'lumot. Argument muqaddimalardan iborat. Muqaddimalar sizning xulosangizga kuch beradi va argumentlarda siz xohlagancha muqaddima ishlatishingiz mumkin. Xo'sh, endi keling argumentlarni ko'rib chiqamiz. Argumentlarning bir nechta turi mavjud. Ularning eng mashhuri va qo'llanishda eng osoni bo'lgani bu deduktiv argument. Deduktiv argumentning asosiy qoidasi, agar siz muqaddimalarni qabul qilsangiz, unda xulosani ham qabul qilishga majbursiz. Klassik misol keltiraman. Birinchi muqaddima: barcha insonlar bir kun kelib o'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Ikkinchi muqaddima: Abdushukur inson. To'g'rimi? To'g'ri. Xulosa, demak Abdushukur bir kun kelib o'ladi. Deduksiya hamisha umumiy faktdan, bizning misolda barcha insonlar bir kun kelib o'lishidan boshlanib, muayyan bir faktga, bizning misolda Abdushukurga taqaydi. Shu kabi bir fakt ikkinchi faktga olib kelishini namoyish qilish shartlash deb ataladi. Ya'ni agar biz barcha insonlar bir kun kelib o'lishini qabul qilsak va Abdushukurning inson ekanligini qabul qilsak, bu holda biz Abdushukur bir kun kelib o'lishini qabul qilishimiz shart bo'ladi. Deduktiv argumentlarning ajoyib tomoni shundaki, agar muqaddimalar to'g'ri bo'lsa, shartli xulosa ham to'g'ri bo'lishi kerak. Bu kabi argumentlarni biz mantiqan yaroqli deb ataymiz. Endi mana bu argumentga qarang. Birinchi muqaddima: barcha insonlar bir kun kelib o'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Ikkinchi muqaddima: Sokrat inson. To'g'rimi? To'g'ri. Xulosa: Sokrat Platonning o'qituvchisi. To'g'rimi? To'g'ri. Barcha muqaddimalar to'g'ri, xulosa ham to'g'ri, lekin bu argument yaroqsiz. Nimaga? Chunki inson bir kun kelib o'lishi Sokrat Platonning ustozi bo'lganligini shartlamaydi. Nimaga shartlamaydi? Sababi birinchi muqaddima barcha insonlarni misol qilmoqda. Bu degani ikkinchi muqaddimada Sokratni o'rniga meni misol qilsa bo'ladi, chunki men ham insonman. Demak, argument ta'kidlashicha, endi men Platon o'qituvchisi bo'lishim kerak, lekin men Platonni umrimda ko'rmaganman. Aynan shu sababli ham bu argument yaroqli emas. Aha, demak hamma gap argumentning yaroqliligida deyishga shoshmang, chunki yaroqli argumentning xulosasi hamisha haqiqat bo'ladi degani emas. Qarang, birinchi muqaddima: barcha insonlar o'naqay. Ikkinchi muqaddima: tot inson. Xulosa, demak tot o'naqay. Bu argument mutlaqo yaroqli, chunki agar muqaddimalarni to'g'ri desak, shartli xulosa to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni haqiqatan ham agar biz barcha insonlarni o'naqay desak va tot inson bo'lsa, u o'naqay bo'lishi shart. Lekin aslida men chapaqayman. Ya'ni bu argument yaroqli bo'lsa-da, mustahkam emas. Deduktiv jihatdan mustahkam argument bu mantiqan yaroqli va muqaddimalarda kamchiliklardan xoli argument. Ya'ni barcha muqaddimalari to'g'ri va ularning xulosasi shartli bo'lgan argument. Va biz faqatgina mustahkam argumentlarning xulosasiga tayanishimiz mumkin. Shuning uchun ham deduktiv argumentlar har qanday olimlar tomonidan qadrlanadi. Chunki faqatgina deduktiv argumentlar sizga qat'iy javoblar berishi mumkin. Ammo deduksiya qanchalik kuchli bo'lmasin, afsuski u cheklangan. Chunki u faqat oldindan ma'lum bo'lgan va to'g'ri deb hisoblangan muqaddimalar bilan ishlaydi. Inson bir kun kelib o'lishi yoki unaqa yoki chapaqay bo'lishi va hokazo. Bunday muqaddimalar soni esa juda oz. Shuning uchun hamma bilgan narsalar ustida argument keltirishdan tashqari, siz noyob ma'lumotlar ustida argument qurishni, ya'ni nimaga boshqalar uchun noma'lum bo'lgan muqaddimalaringiz aslida to'g'riligini namoyish qilishni bilishingiz kerak. Buning uchun esa siz argumentlarning boshqa turlarini ham o'rganishingiz kerak. Va bizning keyingi sayohatimiz aynan shu haqda bo'ladi. Hozircha esa biz fikrlashning ahamiyati, argumentlar tuzilishi va bitta argument turi, deduktiv fikrlash haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Xo'sh,
Shunday ekan, keyingi sayohatlarimizda ko'rishguncha, xayr, tinch bo'ling.